Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mehmon bu yoqqa qadamlar yetib qopdi-ku. O'zlarini panoh tatib kelib qoldim. Kirsizlar. Bizda bir ko'rishgan to'nosh, ikki ko'rishgan tuqqan degan bir gap emasmi? Sizlar bilan biz qadinaslardan bo'lib qoldik. Ishimiz sizlarga davomli ochiq sizlar. Qani, o'ltasizlar. Qani. Amin. Allohu akbar. Xudo xayrlarini bersin. Deganlardek bo'lsin. Aras. Bu dasturxonimni obdaraq bir saqlab bergan bo'lsin. Ma'qul. Iliq eshak. O qo'tir eshakning gapini demayli qo'ysizlar. Men sizlarga dasturxonning gapini qilyapman. Ma'qul. Obdan. Asliga sen qo'yay. Lekin za og'izlaridan echil dasturxonim echil degan gap hargiz chiqib ketmasin juma. Omonatga xiyonat qilish dayuzlarning ishi. Sizlar xotirjam uyqularni uxlayapsizlar. Qani. Xudo menga yana bir xislatlik engishlar yuvatgan o'xshaydi. Mushkulotlarim texmi oson bo'ladigan bo'ldi. Qanot quyruqlarim yana uzraydigan bo'ldi. Xudo'm. Xudo'm. Yana Ahmet geldi, Ahmet. Dadisi, o'zlarini besib elib gap qisilichi, yana qanday Ahmet geldi? Qara. Eliqi ahmaq qiri, yana bir xosiyatli narsa kelgan o'xshaydi. Avval bu dasturxonni ichib, bir ko'rib boqaylik. Eşini yemesnikiga, kiyimni kiyemesnikiga deptiken. Yuvaşlı bozakımız kıyameti soruğu bağdaydı. Bu galvan qeri bizga yana nima aytgandi? Gapni oz qil. Og'zing ichiladiganlar bo'lsa, xuddi g'o'rlayning cho'jisidek cho'kildab ketdi ekansan. Undaq bo'lsa, bu dasturxonda nima karamet bor? Chaqarroq deymanlar. Ishchim bek siqilib ketyapti-da. Chaqarroq deysizlar. İçil dasturxonim içil. İçil dasturxonim içil. Nemi karamet bu. Vay vay. Altın tizeklaydigan eshigim bilan 72 xil g'izo chiqirdigan mana bu dasturxonim meni har qanday podshodimmi boy qilib o'tadi. Ering endi boyojining qizini xotinlikqa olsa gaping chiqmas. Osh, to'li gap qilmay iymon taqnigina o'g'ri. Qo'shilding a? Qo'riq gapni qo'yib, av galvan qeri o'yg'ang'icha ma'u dasturxonni almashtirib oladi. Albatta shunday qilamiz-da, jinim xotin. Moshundaq xosiyatli dasturxonga o'xshaydigan dasturxondan birini darhol olib chiq. Chalsam bo'la. Ma'qul.
Yana nagi barla? Bak hocamga xabar qilib o'tay. Xosiyatli dasturxonning karomatini ko'rib baqson, qulig'i anglamagan, ko'zi ko'rmagan noz ne'matlarni o'z og'zi bilan tetimigacha mening gapimga ishonmaydigan o'xshaydi. Voy, sizlar ahmoq buvayning burniga tex suv kirmadimi? Ha? O eshakmichu tush ko'rikka puti bir sepilsa, ikkinchi u ko'rikdan o'tmaydi. Mening ko'zimga ko'rinib turadi. Sizlar xalq olamning oldida yana iza ahnatga qolala. Ha, to'liq ko'tildimi sangcho? Xotin haq degan bag'o. Sizgan siziqdan chiqmasligi kerak. Uqdingmi? Bu bovayga nim bo'lgandi? Çöl jangallarda yurib, jinchaplashib qoldimi? Ulug' Xudo, ojiz bandamni yomon yo'ldan yondirib, mushkul ishlarini oson qilg'aysin. Begim. Helaqa ishni. Bu ishlarni biz endi keyin bir taraf qilamiz. Xotirjam bo'linglar. To'g'rimi? Obdan. Begim. Biz uni o'rgashtirib. Obdan. Shunday bo'lsinamiz. Assalomu alaykum. Yana nim deb kelding? Hurmatlik bak hocam. O'zlarini xosiyatli dasturxonimning karomatini ko'rib baqsa ekan deb taklif qilib kelib edim. O'zlariga malol kammasa. Sen yana meni ko'ldirlatmoqchimi? Bu qitim jiningga ezi bo'la? O'zlarini ko'ldirlatadiganға beshim o'nmidi. Janoblarni dasturxonimning karomatini jamoat bilan birga ko'rsa deyishdan boshqa muddaoyim yo'q taqsir. Gepingdan qaraganda rosttakmi turdi. Lekin shuni samingga sap qo'yayki, o'tgan qatimdikisiga o'xshash bagligimizning obro' inovatiga daxli yetkazsang, hargizmi bosh qo'ymayman. Haddim emas bak hocam. Agar dasturxonim haqiqatan xislatlik bo'lmasa oldilariga o'zim kelib xabar qilmagan bo'lardim. Bo'pti. Qani jamoat oldida dasturxonning karomatini bir ko'rsat. Obdan, begim. Qani boy, karomatingni ko'rsat. Echil dasturxonim, echil. Echil dasturxonim, echil. Meni o'sal qilmay, echil dasturxonim. Hey siz xiqaday, sen bizni yana ahmoq qilyapsan? Nim bo'g'anligini o'zim bilmayapman bak hocam. Mening silini aldash niyatim asla yo'q. Kelinglar. Labay. Masaran qerini achib uringlar. Mana qeri. Begim, bak hocam, mag'val bo'ldi. Mana deyma.
Fatem kaçı. Ay huy. Oy Xudoyim. Bu nim iş. Nim boğallı sile. Oy boy. Oy. Bu nimi tatlılıktı. Bu nimi kögülüktü boy. Ha? Boy. Gözlerini asıla. Boy. Sen neymiş ki benim gibimi anlap koymayla. Ha? Gözlerini asıla. Gözlerini asıla. Boy. Gözlerini asıla çok. Oy Xudoyim, oy Xudoyim, oy Xudoyim. Boy, sizlar neymiş mening gibimni anlamaydi. Bovay tayoq zarbisidan naytı uzun o'rin tutib yetib qopti. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Xalqlar orasida Bovayni sarang degan gap taqilib ketibdi. Bovay matam uch matam debdikan. Yeliqi xislatlik yigitning yeniga yana bir qatam boray. Beşimga kelganni ko'raman deb o'ylab, yigitni izlab chiqib ketibdi. Ahiri ana shunda oqibatga qoldim yigit. Tushundim bova. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, soddikanlar. Xayr, bu eng oxir qitimqisi bo'lsin. Mana bu zar xaltining ichida xislatlik to'qmoq bor. Agar kimda-kim har qanday yo'l bilan bo'zaq qilsa, xaltining og'zini echib, ur to'qmog'im ur desilar, mushkulotlari oson bo'ladi. Tur to'qmog'im tur desilar, to'qmoq to'xtaydi. Qani, asla. Rahmat yigit. Bu qilgan yaxshiligingni umr bo'yi unutmayman. Ma'qul amisa bova. Endi yo'llari ravon bo'lsin. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Xudo xayringni bersin. Omon bo'l. Bu nima karomat? Umumu tushunma.
Adamını bir kayıdığın günah. Hey! Ne gelişe? Bırak! Tur değil mi? He? Sen bir kere. Hey! Lan naram yediğin göy! Seni koyunu baktırsam tüzük bakmaysa! Hey! Seni tügmenge baktırsam bakmaysa! He? Gep anlaşamsa yok! He? Bunun diki yanımışına kılıçlıgan basan paçığını çekirdi mi? Assalomu alaykum. Yok ulaş! Ve aleyküm esselam. Ondan tulu mu? Kesle. Kadirlik mihman. Biz kon tonuşlardan bop kaldık. Erip ketiptiler. Bugün bir gece hizmetlerde bolay. Kini, merhamet. Himmetlerge rahmet. Kini. Merhamet. Kini, kesle. Kollarını juvasla. Kaçan. Bugün uzun yol yürüp, yerip içip kelgenler. Kini. Aldı bilen silini. Rasa bir optan kütüp olay. Amin. Allahu Ekber. Bir ömür tügmen çörüp ötüptü ben gözle. Tapkan mal dünyayımga. Muşu katta ayvan sarayını saldırdım. Yurt ehli bütün el cemaat benim ağzımı karaydı. Kolum ne kayak kısınsam şu yak iyiydiğim bulup gitti. Hakikaten katta payladın bu kapla. Xudo sizlarga omad ham barakat ato qilibdi. Allah Teala tiligimni icabet kıldı. Men buningdan köp xursand. Bir xar o'g'anning bir aziz bo'lmig'i bor degan gap rostkan. Taqsir. Aziz birodarim, sizlar mening ovorchiligimni tatib, eshak va dostixonimni obdan saqlab bergan edilar. Bugun mushu zarri xaltamnimi xuddi shuningga o'xshash saqlab berishni o'tinaman. Biroq shuni aslarga sep qo'yay. Lekin za ur to'qmog'im ur deb samsajmi? Qani sen ey. Labbay. Hocam. Mavzer xaltini mening xonamga kirib qo'y. Bu mehmonning omonati. Xudo sizlarga yaxshi tushlarni nasib qilg'ay. O'ptaroq armilamaslar. Qani sen ey. Xo'sh, hocam. Mehmonni o'jirga boshla. Qani. Qani. Merhamet. Xotin. Xotin, bormisan? Nim bo'ldi? Qachon ish qolgandek asirmay gapni aniq qilmamla. Elg'i ahmoq qeri bizga yana bir boyliq kelibdi. Nima? Boyliq? U galvan qeri yana keldimi? Bu dunyoda endi bizning katta ikkinchi cho'ng boy bo'lmaydi. Bizga hech kim tanqilanmaydi. Xudo u qerning umrini texim uzun, ahlini qisqa qilsin. Chaqqan bo'l xotin, bizni qandoq boyliq kutib turdi ekan, ko'rib boqayli, qandoq. Hey, oldirmislar, maxfiy g'azini kirib, andin ko'rayli. Shuna qilayli. Kel. Asla ko'rli. Ur to'qmog'im, ur. Vaycan! Adam baba!
Ko'r to'qmog'im, ko'r. Vay Xudayım, bu neymiş bu? Ay canım, ay bir şey var. Xudayım, bu ne mümkün bu? Aslida senle mening qimmatli narsamni o'g'irlab, meni bir muncha baloyi ofatga qo'yishib ekansan-da. Omonatga xiyonat qilganning oqibati mana mushu. Qani aytisha, eshigim bilan dostixonim qani? Ba, daskan sandıkta işek yığıldı. Çapsan bol xotin, mana bu aşk koş, çapsan bol, tez bol. Oy can. Oy can. Oy can. Oy bilem, oy can. Kelinla! Bu ebgâklarını ödünç kalmay, rasa silinla! Senla nima qilishmoqchi? Nima qarab tursan? Zodi nima qilishmoqchi? Jenim omon qolsin desang, oqinga qaytish. Çakkan urunla! Ur to'qmog'im, ur! Rosa ur! Haydi! Ur to'qmog'im, ur! Senla bilan hisob kitobni qiyomat kuni qilishiman. Değil mi? Xotin! Ha? Butkul yurt haqiqiy oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan xislatlik dasturxonning sirini bilib ketdigina. Uncha vala aldirab ketmisizlar. Sizlar ikki qitim tumshuqlarga yedilar. Hammasi mush ikki narsaning kasofatidan bo'ldi. Bu navbat yana bir kelishmaslik yuz bersa, bu yurt bizga harom bo'ladi. Sen yana ishonmayotsan, xotin. Avval eshak bilan dasturxonning karomatini ko'z tutib qo'yay. Ondan hamma ishni bilib qolasan. Menimi shu chog'da tushunib qolasan. Men meni sarangib qopti deb tumbalaganlarning oldida o'zimning gunohsiz ekanligimni isbotlayman. Gaplardan qaraganda eshak bilan dasturxon rostilla bizni yana izo ahanatga qo'ymasmi? Sen bilan biz umrlik qadinaslardan. Agar seni oldigan bo'lsam, mushu gapni qilgan tilim qurib ketsin. Hay. Shundaqdimi sizning gaplarga hargiz ishongim kelmaydi. Andaqda sana xislatlik eshigim bilan dasturxonimning karomatini bir ko'z tutib qo'yay. İçil dasturxonim, içil! Nima degan karomat bu? Pah. Nima degan ko'p? Nima degan meslik taomlar bu? Oy. Qandaq amdig'u ishongansa,
Yürü. Emdi işigimnin kerametini kör. Yürü. İşendim. Tezekle işigim, tezekle. Altın tılla tezekle. Oy. 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 Ben gözlerimge rastlığa işenmeyevatdım. Oy Hudayım. Kandak, kodun. Bunun ne mi deyte? Rastken. Ma kodun. Ole. Ya. Ha. Emdi o işengense. İşendim. Bu naz nimetlerini bir ay yesek mi tügümü gidek. Ole ha. Akıydan geldik kılmanın, ateş küzü cananın, cananın ey Allah'ın, ey Allah'ın. Hocam. Hürmetli ben hocam. To'xtat. Heliqi ahmaq qeyrining ishigi rastilla oltin yombo tezaklaydi ekan. Nim deding? Men heliq qeyrining eshigining oltin tezakliganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu gaping rostmi? Men sizlarga Xudo nomidan qasam qilaman. Uning yana texi turli noz-ne'matlarni chiqara oladigan xislatlik dasturxoni bor ekan. Ha? Әмісі бір нәтчаңла беріп көріп келіңла. Ma'qul. Qani buvay karomatlarni ko'rsasizlar. Obdan. İçil dastıkınım, içil. Ne diyen keramet bu? Ya Rabbi, ya Rabbi. Nime degan isil qizala bu. Isilken. Allahu. Qarsla qoniylarga isilligini. Vah. Qandoq karomat bu, nima degan izil. Vah, Mahmudning o'xshab ketganini ko'rdim. Bu rastlık xislatlik adam ekan. Heylik postakçı onu qaqsoqti qilmagan bo'lsa, buchaqa uning karomatini ko'rib bo'larkanmiz. O'zining turmushimi allaqachon bayonatlashib ketgan bo'lar ekan. Aziz mehmonlar, endi eshigimning karomatini ko'ringlar. Nima karamet baxtı va? Nima karamati bilan Oltin tilla tezekle eshigim.
Rostken. Rostken. Dünyada mı şundaq iş bo'ladi ekan, ha? Eshikning tillatizlikligini ko'rmagan. Xudoyim, tova. Qani mehmonlar, tillolarni ilinglar. Aşu Ebgar qeyrining ishiga rostilla oltin tilla tizaklamdikan. O qerining ishiga haqiqatan haddi hisobsiz oltin tilla tizakladi. Beyxo'jam, bizmi o'z ko'zimizga ishonmay qoldik. Texmi yomini o'z harom qeri shu oltin tillalarni qalanda yalan to'shlar taqsim qilib berdi. Shundaqmi? Tova. Jahonda mushunda xosiyatli eshaknimi ata qilgan ekanda. Bek hocam, mushundaq himmatli, xosiyatli go'harlarning qo'sig'iga topsa, ustivish yalang'och qiladigan tegi peskadayning qo'liga tushib ketishi biz uchun haqorat ham ofatdir. Bu qerining eshigi kunda mushundaq oltin tesaklaversa, dasturxonidan nozu ne'matlar chiqib tursa, namratchilik, acharchilik ichida yashayotgan xalq cho'qim u tarafga eqib ketib, bir kuni beshimizga balo bo'ladi. Uning ustiga hozir xazina qurib qoldi. Mushundaq sharoitda bu go'harlarni xazinaga elishimiz kerak. Bu bayligimizning taxti, baxti bilan zich munosabatlik ishdir. Yuzbechi, labbay. Bovayning eshigi bilan dasturxoni darhol xazinaga elinsin. Qarshilik ko'rsatganlarning qo'llasi ilindi. Bosh ustiga bigim. Baba, çapsan bosla. Özlerini derhal daldığı asla. Beynin kalçıları, sılının dastıkalları bilen eşeklerin tatabiliş için bastırıp kilip atıdı. Bu oş göz münafıklar. Çapsan bulunla. Oy çakarlar. Peylinglardan yenip, aqınglar qaytinglar. Oltin tilla bilan noz ne'matlar yurtni obod qiladi. Meni xotirjam gunohini qo'yinglar. Bu ahmaq xalchilar. Sallamo. To'qmoqqa yem bo'ladigan bo'lishdi. Ur to'qmog'im ur. Nan qıpıla. Bir to'qmoq shuncha bola odamni yengalamdika. Hamma chaparmanlar atlansın. Bu qatim chigipas qergadayning kallasini ilib, dasturxoniga yo'gab, eshigini billa qo'shib epkenmaydigan bo'lishsang, o'zinglarni dar ostida ko'rishsan.
Oy xotin, elik chaparmanlar, qirilib tugidi. Xudo bizga aminlik berdi. Sizlar haqiqatan qaltis qildilar. Ya xotin, men bir ojiz banda. Bizni o'rnimizdan saqlab, fuqarolarni zulmdan ozod qilgani mana shu xosiyatlik to'qmoq. Bu to'qmoq bagning jojisini berdi. Shundaq. Biz endi bu to'qmoqni chin saqlaylik. U avam uchun oltin tilla tezeklaydigan eshak bilan 72 xil taom chiqara oladigan dasturxondanmi bek muhim desizlar. To'g'ri aytsan xotin. Bu to'qmoq qo'limda bo'lsa, hech kim bizni bo'zga tanmaydi. Butkul avam xalqimi hech kim zulm solanmaydi. Sizlarcha endi bu yurtga kim bek bo'lar? Fuqarolar albatta adil, haqqoniyatchi bir odamni bek qilib saylaydi-da, bundan keyin bizmi xotirjam turmush kechiramiz. Sizlar endi heliq xislatlik yigitga butkul yurt ahli nomidan rahmat aytsizlar. Osh xislatlik yigit bizga bu xosiyatlik narsalarni bermagan bo'lsa, xalq mangu ahizor ichida yashaydi. Bizning muqaddimiz ko'tarilmaydi. Men shundoq o'ylayotdim. Unda bo'lsa men hozirla safarga otlanib, u yigitning yana boray. Bo'ladi. Bütün ömrü yoksuzluk ve gurbetçilikte ötken bovay bilen momay ve avam halk. Ahiri bu möcüzünün yardımı ve küçü bilen aşu nefsaniyetçi beg hocalarının zoravallıqıdın tutulup, ahirki ömrünü kuşal kuran bayaşatçılık işçide ötmüş.